tortyapti. Oo, yigishni ko'ring, yigishni. Даже burolmayapti. Nasmet qotgan bu. Uzib ketmasa bo'ldi. Buni tortib ketdi. Oshdan qarang, tortib. Yezasini qo'y. Вообще без тормоза. Нормально. Без тормозов пластил. Assalomu alaykum. Hormaylar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Baliq ovlarga chiqib katta trofeylar mazza qilyapsizlarmi? Bugun mana baliq oviga keldim. Bir ajoyib joyda va ajoyib uslubda baliq o'shyapman. Lotkada. Chiroyli joylar. No, qisqasi nima demoqchiman? Yaqinda baliq sezoni yopiladi, hamma o'zi zerikish bo'ladi. Biz ham bir chiqaylik deb mana chiqdik. Hech vaqt bo'lmayapti. Tak. Bugun bo'ylar bilan karmit qilamiz. Bunday hech bir baliq ushlash harakat qilamiz. Bu yoqda katta baliqlar bor deyshadi. Shu kattalarni ushlash harakat qilamiz. Tak, nima demoqchiman? Videoni oxirigacha ko'ringlar, like, podpiska bosinglar. Keyin yana nima demoqchiman? Yaxshi kommentariylar yozinglar. Keyin har videomda 10 ta bo'yla sovg'a qilaman deganman. Shu videoni tagiga bo'yla deb yozib qo'yinglar. Kim bo'yla degan bo'lsa, o'tgan safar bo'yla demasa ham sovg'a qilib, endi kim bo'yla deb yozgan bo'lsa, endi shu so'z yozgan bo'lsa, shu odamlar biriga bo'ylasi keyingi videomda yoki bironta video chiqazib 5-10 kundan keyin sovg'a qilib beramiz. Jonlarning sog' bo'lsa, endi videoni oxirigacha ko'ringlar, like, podpiskani yana qaytaraman bosinglar. Choy poyni qo'yib, shirinliklari qo'yib, oyoqni cho'zib videoni oxirigacha ko'ringlar. Hali qarmoqlari ham otmadim, sekin qarmoqlarni joylashtirib videoni yoqamiz. Обязательно hamma paklovkalari va hamma tutgan baliqlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunday vaziyatdaman hozircha. Qarmoq qo'yadigan joylar pusti, qarmoqlar вообще hali sumkada. Odam beriklarda ko'p. Endi ko'raveramiz rezultat qanaqa. Baliq o'ynadi. Boshladik unda. Tak. Endi sekin karmit qilamiz. Joy ismi qolish kerak. Krupni katta bo'ylaman. Bo'ylagan karmit qilgan nimasi yaxshi? Uncha yerimaydi-da. Fakat bitta narsasi yomon. Дорогое удовольствие. Так, hozirchaga bo'ladi. Так. O'sha yerda xohlasa bu yil yem ham chiqadi sotuvga. Xohlasa. Mana katta emas. Mana bunaqa miniatyurniy qarmoqlarda o'shaymiz. Kurchoklar ham вообще mana bunaqa kichkina. Endi bilmayman, kimgadir katta kurchok yo'q, lekin men mana shunday kichkina kurchokda o'shayman. Qarmoq qanaqaligi farqi yo'q, uni tutayotgan odamga bog'liq. Tutishni bilsa, qarmoqsiz ham tutayotganlar ko'p-ku. Как обычно, bilsalarning kerak oldin ko'pchilik so'raydi, hozir ko'pchilik emas, ipidan o'tkazib qo'yasizlar, bo'ldi bo'ylarni. Nega senda 4 ta kurchok deydiganlarga bitta gapim. Sizlar o'sha bitta kurchokda ushaveringlar. Men 4 ta kurchokda ushayman. Chunki men baliq ushlashga kelaman, oliftalik qilishga emas. Bironta sportivniy biron nimalar bo'lsa ekan. Bismillahirrohmanirrohim.
Hoppa. Qanday chiqqan joyimni ikki bor o'rnayib qoldim. Buni ko'raveramiz. Torchini qarang, torchini. Qani, birinchi paklovka. Mayda. Meni fikrimcha mayda. Bunisi ketdi. Uni. Mayda. Qo'yamiz. Tursinmi? Bu ketdi. Yomon ketdi, lekin ketganda ham. Gani, bu ham katta emas lekin. Yaxshi ketdi. Bu вообще mayda. Вообще mayda. Chiroyli ketadi lekin. Bunaqa maydalar bizga umuman qiziqtirmaydi. Umuman bunaqalarni qo'yib yuboramiz. Bitta qanaqa edi? Bittaga urilsa kattaroq. Sadotga. Вообще бешеный торт, я пью, не могу. Bunisi ketdi, qarang, bunisi ketdi. Ikkinchi qarmoq ketdi. Bunga solmaydiroq shekil. Buni lekin nerealni tortdi bu, bilmam nima. Solmaydiroq shekil bo'shatib yubordi. Tak. Lekin normal bu. Shunday bilan turibdi. Prosta ham bo'lishi mumkin, to'g'ri. Buni tortdimi? Yaxshi, bu katta. Mo'shni emas, 3 kilo atrofida. 2 kilodan katta. Joningdan. Qilistoningdan deydi. Joningdan. 3 kilo yo'q, 2 kilodan sal kattaroq. Suzishini qo'yinglar, buni suzishini. Kichkina qarmoqda вообще mazada buni chiqamiz. Kimning lotkadan. Charchadi. Patsak qilish kerak. Patsak boradi. Patsak nima ishlatdi? Nechonida men turishim qaranglar. Bunisi ketdi. Boshi beshini ketdi. Qanaqa buni? Aylantirishini. Tak. Bo'ldi. Bu ham normal. Bu sekin tortadi, katta baliq shekilli. Qani. Ko'rinchi. Joningdan. Un duplet. Vallahi. Hoppa. İşte bana şimdi salamiz. Hoppa. Bitta patsakda ikkita baliq bor. Nasıl yensin? Shunda shunaqa bo'lgan. Boshqa tashlash kerak.
Mana bu ov desa bo'ladi. Unaqa katta emas lekin bitta prinsess. No. Misan ov. Like, подписка boshqa ishlarning chiqmasin. Oshun qarang, torchin. Bez ostanibdi. Вообще без тормоза. Bu normal. Без тормозов bosdi-yu. Endi bilmayman qanaqa og'ir kelyapti. Baliq lekin, по-моему, yuzini ko'rsatmasligidan bilib bo'lmaydi. Kichkinalar ham shunaqa strelab. Yani 3 kilo atrofli. Zerkalni karp ekanda. Geçin. Lekin Давай, yana bitta. Ikkinchi anaqa pakashda krupniyaklar chiqmayapti. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi shu strip. Bo'lmaydi, umuman qiziq emas bizga. Bunaqa maydalar qo'yib yuborish kerak. Yana qaytaraman. Bunaqa maydalar qo'yib yuborilishi kerak. Kim nima uchun sochunsin, lekin bunaqa maydalar qo'yib yuborish kerak. Nima u? Yarim kilo. Tortganday bo'ldi. Bu lekin sudrayapti bu. Bu lekin sudrayapti bu. Bu lekin olib ketdi. Ancha katta emas, sho'stri shekilli. Suv ustiga chiqdi. Ini kattamikan? Og'ir kelyapti rosa. Sho'strik, bu sho'strik. Yaxshi ko'rinmayapti-da. Normal. 2,5 kilo atrofi.
Rezultat. Bugun klyof bo'ladigan kun ekan do'st. Rezultat. Ajoyib yomon qilmasdan akkurat nashga sug'orishga. Patsak kelinib qo'yganing. Yirtdi patsakni tovar. Mayli, hech qisi yo'q. Zato shunaqa adrenalin. Baqirib boraman, atrofda odamlar ko'pda. Vashsha maza. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Endi kelganimga bir 3 soat bo'ldi. Rezultat chotki. Torchin. Bezasini tortyapti. Qanaqa bog'? Вообще без тормозов tortyapti. Egishni ko'ring, egishni. Даже burolmayapti. Nasmert qotgan bu. Uzib ketmasa bo'ldi. Voy, блядь, chiqib ketdi. Katta edi, нереально katta edi, chiqib ketdi. Oy. Вообще katta edi bu lekin. Вообще нереально katta edi lekin bu. Yomon tortdi. Chiqib ketmasin deb turadi. Вообще katta edi lekin bu. Короче, men nima qilyapman? Mamaligasiz qo'ymoqchiman. Mamaliga yemim tugayapti. Chista boylaga qo'yaman bitta qarmoqni. Чтобы экономить qilish uchun. Xo'y. Video oxirigacha ko'ringlar. Ko'nglim sezib bugun qanaqadir kattasini ushlaymiz, xudo xolasa. Hozir joyimga jo'rashim nimadir tortdi. Bu ham. Lekin bu boyagichalik bas desam bu ham uryapti. Boyagi lekin yomon katta edi. Hozir zapravka qilib qo'yaman o'sha. Kelib qo'ya qolib boya voshshi kelmadi, chiqib keta qoldi o'sha tepadan. Bundan chiqib keta qoldi. Biz mamaliga hech narsasiz shundayga tortdi. Bo'ylani o'ziga. Shuni olib ko'raman. Где-то bir kilodan oshiq. Bir kilodan oshiq. Mana boylani o'ziga. Ikkita boyla qo'yganman. Tepa bitta pastga. Chiqamada shunaqa ham chiqadi. Faqat shu o'tkadan uzoqroq qochish kerak ekanda biz. Narsketku. Bu katta-ku. Bu nerealni katta, men bosishini qaranglar. Qani ko'rsak, yomon bosyapti bu. Endi bir xil baliqlar shu stri bo'ladi. Nerealni deyveramiz, chiqqandan keyin kichkina bo'ladi. Lekin bu yaxshi bosyapti.
Oh, qo'l charchatdi-yu, yomon tortib kesibdi. Haqiqatda ekan bu. Og'ir kelyapti, yo neta o'ylinib qolgan, yo realniy katta baliq. Bugungi rekord bu rekord. Buguncha endi hozircha Mo'rsundan ham kattasi chiqib qolar. Mana bu lekin rekordcha bugungi. 4 kilodan katta bu. Voy, mana uni qaranglar, mana uni. Voh. Sizlarga ko'rsataymi? Mana. Сволочь! Ой, ёлки! Фуй, блин! Tak boya chiqib ketgan baliqni uzib ketgan ekan. Eng qizig'i ikkita kurchokni uzib ketdi. Tepasi ham uzilgan. Qanaqa? Значит, ikkita gelini qo'ygan boshaydan. Ikkita kurchok uzilyapti. Buni tortishar. Endi o'zimiz tortmoqchi bo'lib turibdi. Mana efirlarda tortsa-da. Bu yaxshi. Buni ham qochirib olmasak bo'ldi. Joyga oldik. Lekin kattaroq bo'lish kerak. Og'ir, совсем og'ir kelyapti. Yo'q. Шустрый. Katta emas bu. Naborot kichkina desa, ikkita ekan. Ikkita bular. Ko'ryapti-mi? Voh. Ana ikkita. Bittasi kattaroq ekan, tegidagisi. Ana bo'lmasa. Kichkinasini qo'yib yuborsa ham bo'ladi, ha? Kattasini olishimiz kerak. Hoppa! Kattasi uncha katta emas. Kichkinani qo'yib yuboramiz. Ana bitta. Ana bo'lsa. Bu kichkina endi kichkina. Hali ko'p yashash kerak. Endi bilan tasab ketadi. Qo'l kelgan ikkita ekanda. Ko'pdamas где-то 1 kilo 800, 2 kilo. Boshqacha cho'ta. Lekin hamma baliq boshqacha-da. Bunu tortib ketdi. Kichkina emas lekin. Mana kattaroq. Mana tortib to'xtatib. Нормально бал. Наргиз ham нормально bo'lgan.
Torchini qaranglar buni. O, bitti. Normal. 3 kilo. 3 kilo atrofi. 3 kilo atrofi. Patsakka. Endi seni o'nglagan rosa aylantirdi. Tortishi yomon moshli bo'ldi. Uzun. Katta. 3 kilodan biroz katta-da. Sen charcha. Uzunligini qaranglar. Uzun. Qarash patsakka. Bu jonidan. Bitta. Bitta 4 kilo. Bitta 3 kilo. Mana turishini qaranglar buni. Yuzaklari. Voh. Endi ular sekin yechib olish kerak. Tushlaringlar sizlar, jonidan. Qanday bir solish kerak buni. Hamma baliq yetib o'tibchi. Eng kattasi ketib qoldi. Bugun shu katta baliq. Dumu bilan so'mish kerak. Ay yo'q. Kattasi ketib qoldi. Shunaqa gaplar. Katta deganda ham men o'ylagandaqa monster emas-ku. Buni bari katta edi. 4 kilo bor edi. Tak, mana kecham bo'ldi. Qarmoqlarni yig'ishtirib qo'ydim. Sekin orqaga harakat. Nima demoqchiman? Вообще chotki bo'ldi. 5 yillik klov. Ko'plarini olmadim. Maydalarini qo'yib yubordim. No 3 ta normalniy bo'ldi. Bugun faqat katta qo'yib yuboradigan kun ekan. Bittasi kemasdan ketdi, bittasi sizlarga ko'rsatdim, premium efir qilayotganimda yoqda ketib qoldi. Efirga ko'rsataman deganda. Bittasi prima sadokka solayotgan ketdi. Qisqasi, nasib qilmagan bo'lsa qo'lingda, sadokda bo'lsa ham sadokdan ham chiqib ketar ekan. Kim oxirigacha ko'rgan bo'lsa kattakon rahmat. Like, podpiska bosib qo'yinglar, yaxshi kommentariyalarni podдержка qilib qo'yinglar. Bugungi ovimiz chotki bo'ldi. Shu videoga kommentariyasiga bo'yla deb yozinglar. O'sha kim deb bo'yla deb yozgan bo'lsa, o'shanga 10 ta bo'yla shunday addushi sovg'a qilaman, o'zim pochtadan jo'natib yuboraman. Rezultat xosshotdan ko'rsatishga harakat qilaman. Berikka borib ham ko'rsaman. Просто endi berikda odamlar ko'p, odamlar yonida bunaqa gapira olmayman. Shuning uchun hozir ko'rsataman, berikda ham bir yaxshilab ko'rsatib yuboraman. Shu bilan baliq ovimiz tamom. Rezultat esa mana. Rezultat esa вообще бешеный результат. Результат
Hozir hamma joyi suv qilsa kerak. Ular tapir tupur. Даже yaqinlashib kelmaydi.